Ernest, sobiq Germaniya armiyasining Shangwi. U 1 yil burun tarmar qilingan qo'shinni boshlab Sovet qizil armiyasi tarafga o'tgan. Henry, gruppining eng yosh a'zosi, sobiq Germaniya armiyasining 2-darajalik askari. U Sovet ittifoqi urush maydonida asirga tushgan. Yank, mol kurash tajribasi ega polshalik partizan. Aeroplan nishonga yaqinlab qolganda nemis askarlarining to'xtatishi uchraydi. Bu 5 kishi yot rayonga sakrashga majbur bo'ladi. Georgiy egri yordamladi. Gruppining boshqa a'zolari bilan uning aloqasi uzilib qoladi. Ular bu maxfiy vazifani ijro qilishga kirish bilan mag'lubiyatga uchraydigandir qiladi. Ormanlık kirip kettim ki. Oy, Veli abi ya teşrif bakınlar. Mina yokken. Oy! Oy çıkala baydılar. Tez. Buradarlar, çıkırıp oturunlar. Çıkar. Otur. Bu işqa ancha boshqa turib ketmang yetakchining tuyjani. Men Shao digibning qarshiga tamamen qo'shilmay bu xarita noiti yuqori qimmatga ega. Razvedka tarmoqlarimizning egallagan ahvoldan qaraganda dushman bizning bu yerga intayin qiziqadi ekan. Vadovistda ergiz chataq chiqmaydi. To'g'an ching bo'lsalar suv olib ketolmaydi. Bu parishchilar guruhining vazifasi alayda harakat uyuning qo'mondonlik shtabiga taqobil turish. Alayda harakat uyuning keladigan vaqti bo'ldi. Ular butkul Silziya sanoat rayonining qurilish aslalarini o'zil-kesil hal qiladi. Bu parishchilar cho'qim hamma yerda harakat qiladi. Qani ular asosli qayalarga qo'l soladi. Biz bu ishda to'rni keng ochaylik. Ular o'zlari kelib sakrasin. Siz alohida diqqat qiling, Ter. Axborot punktidagi janoblar alayda harakat uyuning qo'mondonlik shtabidagi ishlardan hargiz xabardor bo'lib qolmasin. Ular hargiz qo'l tiqolmaydi. Shao digib bilan O'rinchir Shangwei eliqi gumonliq gajini tuta oladimi? Tuta olishi mumkin. O kishini tutish tasmidi. Andin onunğa hammani ixro qildiramiz. Yo'lda
to'smay chetirib turing. Uni gachim ekan deyman. Zodi gapmi qilmadi. Uning ig'zimi ichilib baqmadi. O gerçi kasıldap sözlemegini bilen. Gapnimi az qilmadi. Enesmanda atkan kishi ras shu bo'lsa, ondaqda onun bizga qilgan gapi az emas. O texi uni amirqilik deydi. Ondaqda o chet ellik o'xshamdi. Menga o'xshaydi. O men gapmi qilmadi. Men uning qanday odam ekanligi bir nima demayman. O ehtimol chet ellikdir. Bo'ldi. Hammanglarga rahmat. Tashqaq o'yda har qaysinglarga qalam qog'oz tayyorlab qo'ydik. O'z ta'sirotlaringizni yozib chiqsizlar. Uning sizlarga degan har bir ig'iz so'zini qoldirmay yozib chiqinglar. Tazima döp nimalar ekan? Ko'z degan tanning tuzigimi? Ko'rdanga yaratgan-ku. Biri igiz desa, biri paka deydi. Biri ig'ir bisiq desa, biri xushxuy deydi. Birisi g'arib ketdi desa, yana birisi sharq ketdi deydi. Shunga bu gaplarga osonla ishlanib ketgili bo'lmaydi, birinchi. Agar biz ularning gapiga ishonsak, u holda parchachilarning hammani ko'rib qolgan bo'lamiz. Bizga qurol, o'q-dori, bir parcha xarid kerak. Harakat boshlashdan ilgari tepishimiz lozim. Endi yeydigan narsa kerak. Durust Henry. Bizga yeydigan narsa kerak. Bularni o'zimiz topamiz. Soprovga boraylik. Qachon? Hozir. Yap bo'lgandan keyin qachon qo'yib keting. Tonishtirish, harbiy kinishga, yo'l xeti, ta'minlash spravkasini ko'rsatinglar. Etcan.
turuş. Harbi kinişke. Demiliş spravkasını köstünler. Ay, Nima deysiz? tanıştırış. Harbi kinişke. Yol xeti. Demiliş spravkasını köstün. Men moş qıtımlıq harbiy poyz bilan Berlinga baraman adaş. Men davalanğılı baraman. Öpkemning 10 qantini bomba partisi teşib etken. Bu bomba partisida xotinimga medalyon yasitib beray deyman. Andaqda sizga ak yol tileyman. Rahmat. Ben azırak aspirin alsam bular mı? Elbette buldu. Nereniz ağrıtıdı? Gelim. Zukandap kaptı mı? Kısmını zorlak etipti. Gerek yok. Kiminiz selüktün? Ha? Ne buldunuz? Çıkan çıkıp kalkan. Kısmınız şunuğa örlek etip dikende. Sizler zər, toz beyğan kilisizler. Yırındap ketken boz qandaqlatınız. Bunda keseller bək köp. Sizler erle hemen lağışaş. Sestra Sarota, bu yakı çıkın ha. Bana hazır. İşe medirilmay oturup durun. Ben hazırlık kilip, sizin körme. Kiring. Men sizga to'liq qarshilik qilmagan degandim-ku. Yana bir qatam doklad qilishimga ruxsat qiling. Men muhim bir ishni unutib qolibman. Qani so'zlang, Enisman. Agar jinimni qutqizib qolay degan bo'lsangiz, bu rostli muhim ishga. Elqi nima? Meni zo'mizo ko'liga tushadi. Men uning narsalarini suzatganimda o mening zapas bentlerim bilan biligini tengayotganda qilgandi. Men uning biligini ayayotganligini bayqab qoldim. Qaysi biligi ekanligini deb beralamsiz, Enisman, ha? Onun biligi. O'ylab baqay. Ras. Sol bilegan. Şav janoblar. Cho'qim shu. Asta Aynısman. Sen yemiş baldurak demedin. Men o'chaqda bak to'g'lab ketgandim. Ko'ldan bu yoqqa az yo'l mangmidim. Bo'ldi, Enisman. Bularning hammasini qoldirmay ezib chiqing. Xo'p, şav janoblar. Mana biz har holda ozroq yeb puchuq egib qoldik. Bularni xotirlab jiddiy o'qtirish taqding. Buni 50 kilometr atrofdagi qo'mondonlik shtabi qarashliq davolash punktlariga tez yetkazing. Kechiktirishga bo'lmaydi. Siz ketib qolmang. Mishani yetib turgan doktorni chaqirib kiray. Men mush poyizga qaytishim kerak, sestra. Shu yer bag'an ko'rinamdi. Qizmingiz 40 gradus chiqayda qapti. O'zingizni ayang. Men sizni ketkizmayman. Darhol yet. Demilishga chiqqanlarning kratok berish tavsiyasidan berilib hepmagan 309 nomerli poyezd 3-vokzalga kirdi.
Eskara Sarota, derhal ortopedini dayırlaq. Ha? Yarangızga qancha vaqt bo'ldi? Sababim bor. Yo'lovchilar poyezdga tez chiqsinlar. Yersiki vokzali davalash punktiga Sarota bilma. Kesal ko'ratadi. Men aytkizib qo'yay. Ma'qul, men xatirlab olay. Quruqliq armiyasining 1-darajalik askari. 30 yosh atrofida. Sol belga yaralangan. U xatarli kishi. Bizning bu xatarli kishilar emas, kasallar keldi. Men aytkizib qo'yay. Xotirjam. U uyda 1-darajalik bir askar bor, doktor. Qizimiz 40 gradus chiqayda qapti. Texi qism qaytmadi deydi. Men unutdim. Nemi kesalka? Cheqan, eg'izagan chig'i. Nariga? Darajalik askar. Sol biliga yaralangan. Oshuka. Nem bo'ldi Sarota? Moder, tez bo'ling, askar chaqir. Men uni tutib oldim. U uyda. Qo'lingni ko'tarib tam qara. Endi qachanmaysan. Sirtqa qarang. Birisi derazadan chiqib ketdimi? Ha, kalozum bo'ldi. Men texnoga yordamlashdim. O doktor meni ap qag'ilyotdi. Tezdan qism qaytmasam bo'lmaydi dedi. Bu yerdagi bir shisha aspirinni aketibdi. Yana nurg'un bentmi yo'qtirdi. Ular izlab жүрген kishi shuka. Uning qayoqqa ketganligini bilamsiz? Menimcha poyezd chiqib olgan bo'lsa kerak. Uyimizdagilarga so'g' salomni qilyapsiz-da. Tez chiqinglar, tez. Tezroq. Sho'ng janoblar, poyezdning menish vaqtini kechiktirib olamsiz. Jiddiy ish chiqib qoldi. Bir qochqin jasusimiz poyezdga chiqib Qaltis gap qilib ekansiz, Shaviy. Biz elim 40 minut kechikdik. Buyruqqa binoan darhol yo'lga chiqishimiz kerak. Biz zodim ma'mursak bo'lmaydi. Poyezd tezroq chiqinglar, tezroq. Siz uni rangroyin deb bering. Poyezdni aqtir faqat. İşçi yerlep üstüden jirak durunlar. El 209 nomerli poyez yolga çıkıdı. Derhal poyezga çıkınlar. Derhal poyezga çıkınlar. Krakovga bag'acha poyezd to'xtamaydi. Poyezd boqniyatni o'tgandilar. Men odam chiqib ishki boshdan to'liq aqtiraman. U poyezdli bo'lsa qochib ketamaydi. Shaviy. Tezroq chiqinglar, tezroq. Biz bunday ishlarni birinchi qitim qilayotganimiz yo'q. Krakovga berish tezligida telefon berma, Shaviy. Hey, qara.
Oqtorun chiqa, tezroq. Sovrov piyada askarlar qarovul banidiki. Ikkinchi darajalik askar Damyan bo'laman. Yo'q, favqulodda shuzlanmadi. Taqtiq so'zlayotsan damsiz? Tamoqlayotdim. Yo'q. Bu xiyog'ordagi yo'llarda faqatla mashina ko'rinmaydi. Xuddi qatnash uzlab qolgandek. Ma'qul. Xabar yetkazganingizga rahmat. Xo'sh. Nimdaydi? Çarlıqçılar diye yolga çıkıptı. Özemni eplessa, öpkem teşilgandan keyin meni harbiy saktan qaytırıştı. Öpkemning bir qant kadın çıktı. Mening urush bilan aloqam qolmadi. Menga azara chekinish so'musimi berdi. Urush oxirlashsila, saqchi idorasi bo'landi yoki bosh idorasi bo'landi. Biror ish tepib olaman. Bundaq eg'ir kunlarni ko'rmasman. Osh to'q, issiq vaqt qoladigan, qo'qqinimni ishdan chiqaradigan kunlar endi kammasga ketdi. Uyga qaytdi. Xotin bilan jam bo'lgan bo'ldik. Kechalari yotganda xotinimning qo'lini yaramning ustiga besib yedi. Ko'nglimni xo'sh qisabli bo'ldi. Bana bundan ortiq nima bor deysiz? Ras. Urushdan keyin berlig'i meni ko'g'il cho'qim keling. Sizga adresimni yozib beray. Bir nima demakdasiz. Bombardimanda o'lib ketamdi men tex. Berlinni bombardimon qilib bir yak apag'andi. Poyez boxini yaddan o'tgandilar. Men odam chiqarib ishga boshdan to'liq vaqtiraman. U poyezni bosdilar. Hech narsa qochib ketamaydi. Biz yangi yip uchiga ega bo'lib qoldik yetakchining dejangi. Ehtimol damilish chiqqanlarni bir sloga epmangan harbiy poyezga yoshirinib olgan bo'lsa kerak. Ras. Biz bir soat qolmay uni oldingizga yolib ep kelamiz. Shundaq. Otli bilan bu haraq yaxshi bo'lmasa siz sizga ig'iz ukam tegib chiroyingizni bilakshib turdi. Poyez ostlab ketdi-ku. Nima bo'ldi-ki-na? Ko'rikdan o'tibdi-da. Shu topda yurtimdagi ko'rikni o'tayotgan bo'lsak, qanday yaxshi bo'ladi. Men biroz uxlab olayman. Agar poyez Berlinga kelib qolsa, o'ntib qolmay, meni oyg'itib qo'ying, ha?
ketdi. Poyez to'xtanglar. Poyez to'xtanglar. Biz poyezga ko'chib ketdik. O egri tutgan bo'lib qolibdi ekan. Diqqatsizlikni yiqilgan bo'lsa kerak. Darhol poyezni to'xtanglar. Afsuski, sizni rozi qilmaydigan bo'ldim, Shovey. Laqablaq poyezdni sakrab qochib ketdi. Ketayotgan poyezdni sakrabdi. Riba daryosi ko'rigining inida. Staslavskining inida. Temir yo'ldan Staslavski kentining shimoligacha cho'zilgan 3 kilometr oraliqdagi yer butunlay sozliq. Laqablaqning o'zi shu. Bo'lmas poyezdni o'zini atamdi. Tali o'ngdagilib saqamısılar. O çokum öldü. Tügüdü. Bu tazımı kalmasmagan işte. O özü yalnız durup bizi şuncalar akmak vatıdı bizçi. Aşı sörün telet bayvatçılarının aldıda üstümüze düşürüp aldığın bulduk. Siz derhal J-20 razıyetki başkarımızı kuturun. Poyezde Krakow'da tohtasın. Ben hazırlı barım ben. Bırakılın. Akturuşta Bohonya'nın şarkı bilen Tabarovan'ın garibindeki dairini merkez kılımız. Biz Muşiyat uçuşaydı. Doktor, tiyatr kısım karavul bənisiga doktor kıldı. Alayda ahval görülmedi. Gumanlıq ahval yüz vermedimi? Yo'q, Jo'ngoy janoblari. O'tin terib sürgen ikki bola bilan bir mo'maynalik ko'rdik. Rahmat. Muhofizachilar bilimi qayerda? Mush yo'lidan maqsadingiz kentga kirasiz. O'ng tarafda sanaganda ikkinchi korpusda. Muhofizatni kuchatinglar. Gumanlıq kishilarga diqqat qilinglar. Qarshi ko'rsatsa itib tashlanglar. Xo'p, Jo'ngoy janoblari. Men hayal bo'lmay qaytib kelaman. Mangayli. Tagandagi sizlarga ayrim yo'l yo'q beraman. Xo'p, Jo'ngoy janoblari. O birdamdan keyin qaytib keldik. Jo'ngoy janoblari, men uyimga kirib yigrakni istab kelsam bo'lamdi. Bulut. Lekin cho'qim yarim soat qaytib keling. Xo'p, Jo'ngoy janoblari. Bu nima qilganinglar? Mashinamning ovozini anglamadinglarmi? Sizlar Kechiring Jo'ngoy janoblari. Mushturqim bilan oldingizga chiqsam, hurmatsizlik o'g'idek. Qani o'ltiring. O'ltiring. nima qilmoqchi? Marhamat. O'ltiring. Turaveray. Hozirgi ahvolimdan qaraganda men sizlarning asringlar bo'lib qoldim. Qarashimcha siz menga o'xshash ofiserdek qilasiz. Sizdan umid qilamanki, siz Janva xalqaro avtonomiyasi bo'yicha men insoniy muomala qilsangiz kerak. Sizlar urush boshlangandan tortib, Janva avtonomiyasini xohlagancha deb sen qilib kishilarni xo'rildinglar. Ularga ziyonkashlik qildinglar, begunoh kishilarni dag'astinglar. Bağ'alikka yeringlar o't qo'yib, odam o'ltirdinglar, qilmagan askarlikinglar qolmadi. Biz sizga qanday muomala qilishga kelsak, biz sizdan nimani so'rsak,
Şunun cevap etsiniz de bo'ldi. O'ltiring. Ben başımın buyruğu çıkıldım. Bunu bana hiç mi istemedi? Ben bunu ofislerle açkan kapıp verettim. Eshikni joyiga qo'y. Buni to'lab qo'yay. Men ishonchli o'rinlardagi tanishlarimdan eliq aeroplan pochaqlanib, Filbots kandiga uchib ketganligini angladim. Biznikilar hozir butun kuchini markazlashtirib oqtiryapti. Uning ismini nima dedi? İsmini ani ko'rib baqsam bo'lamdi. Birinchi darajalik askar Hinsman. Uning qo'lida Boxunyada turishliq Jitanjun axborot punktining tonishtirishi bor. Uning sol beliga yaralangan. Moto mingan. Motoning sandig'ida bir prezent qoppa. Öz kişimizken. Georgi. Ehtimal o sizlarning amringlardir. Subrov qarovul bani. Telefonu men aldım. Ben Asir. Numaram 24-25. Şunaq, Asir men şu. Maqul. Derhal degib şanşan ep berin. Şundaq, men Asir. 7. numarını qarovul baniga bayli yetib keldim şaşa jinoatlarim. Hop, tushundim. Darhol 5-dan 7-chi bo'lgan qarovul ballarga xabar qilib, belgilangan o'ringa yig'ilamiz. So'zim tugadi. Qani gapingizni qilavering, jo'nvoy janoblari. Men shuni deb qo'yayki, sizlar meni ixro qildinglar. Shundaq, jo'nvoy janoblari. Qani so'zlayvering. O kishi poyezddan sakrab tushib ketgan. Nerede? Reyba ko'rigining yonida. O yer sasliq. Biz oqtirishni shu yerda ep beryapmiz. Uning qechib qutulishi mumkin emas. Endi qaysam bo'lamdi? Siz meni o'ltirmoqchimi? Sizni tag'i ozroq ish qilamiz, jo'nvoy janoblari. Buningni qanday bo'ladi? Men ketmasam gumon tug'dirib qo'yma. Qo'l ostimdagilarga buyruq bermoqchidim tag. Buni biz birga qilamiz.
Siz 2 kishini elib 2 darajalik askar. 4-nomerda Qaravul balining motosini minib, darhol Stanislavskiga mening. Kentga 2 kilometr keldigan yerning sol tarafidagi chig'ir yo'lni bo'ylab o'rmon yiniga bering. Shu yerda bosh Qaravul bandiklar bilan yig'ilib, andin buyrug'imni anglaysizlar. Gapim tugadi. Hammasi o'qtirib bo'ldi. Yaxshi. Henry, men Telefonni to'xtagandan keyin sizlar yana 10 minut saqlab, ondan harakat boshlanglar. Ufton Boris. Ernest. Mangayli. Qani marhamat. Boshqalarga o mening xizmatdashim deb tikansiz qo'y. Ha? Shundaq. Men uning yordamchisi kelib yuqan qatnab qo'yib sizishib bergan. U durus o'g'li oldi qiladi. Lekin kesil nayt eg'ir ekan. Siz uning g'ayri alomatlarini sezmadingizmi? Qaysi taraflardan deysiz? Uning yurish turishi, gap so'zi, harakati birdila yo'qolib ketishi sizni gumon paydo qilmadimi? U hargiz qochoq askarga o'xshamaydi. Nimishqa? Meningcha, o yaxshi odamga bak o'xshaydi. U chet ellik o'xshamdi? Yo'q, u haqiqiy emas. Siz bilan menga o'xshash. Nari qarab shundoq deysiz. Buni faraz qilg'ili. Bir qarabni bilib olg'ili bo'ladi. Bo'ldi. Buni olib ketinglar. Hozir keraksiz nima ekan? Men unda qadam emas, janob Shosho. O'pganni cho'ng bir teshik bor. O'ti chiqish shundoq cho'ng. Bu urushda men o'pganning yerimdan ayrilib qoldim. Qarang buningga. Mana qarang. Bo'ldi. Qaytdim. Qo'y saqlab qoldim. Kini olgan to'sa. Biroz so'rab qolsa, nima deyman? O polshalik bizga yo'l boshlaydi. U bu sozliqni besh qo'ldek biladi ekan deysiz. Undaqda hayotimni kepila qilamsiz. Sabdishimizni qutqizishga yordam qilganingiz, o'zingizni qutuldirganingiz. Yana bir qatim aytib qo'yay. Agar satqullik qilsangiz, darhol etib tashlayman. Bunisi menga ayon. Xotirjam bo'ling. Çoğumu yaxşı doklad qiladi. 5-dan 9-chi bo'lgan Qaravul baldarini boshlab keldim. Jami qanchadan boshlab keldingiz, Jon Yasir? Jami 27. Siz bu yoqqa keling. Sizlarning oqtirdigan doiranglar o'rmondan asfalt yo'ligacha. O'z o'rninglarga beribla belgi o'q etinglar. İkisi yeşil, bir siyariq bo'lsin. Saat 4'ten burun sasliqni butunlay qurshab bo'lamiz. Chashqami qechib qutlamaydi. Fikringiz bormi, Jon Yasir? Yo'q. Siz diqqat qilingki, cho'qim tirik tutinglar. Mening kiyimimni kiyib, nima qilay deysiz? Gapni oz qilsang-ku, xil samirib qolading. Sening kiyiming men tozbab kagidek. Shikkinglar, men bilan meninglar. Biz mushu yo'lni bo'ylab mangamiz. Siz telefonda aloqa qilishing.
5 minutdan keyin belgilengen o'ringa yetib beringlar. Kent tarafdan etilgan belgi o'qni ko'rgan aman aqtirishni boshlanglar. Qaytadan ta'kidlab qo'yay. Onunga o'q chiqarmanglar. Cho'qim tirak tutinglar. Diqqat! Otlanglar. Qapның ішінде батарея hem telegram аппараты бар. Шаңвей кемеден 1 қор. 2-нче дәрежелік шаршы кемеден 2 қор. 2-нче дәрежелік әскер кемеден 2 қор. 2 автомат, 8 диск оқ. Ondan başqa pul, hərbi tanıştırış, təminləş spravkası. Germaniya qurallı qismlərinin transport genişkisi var. Bularning hamısı intayın mühim. Bu qapni yo'qitib qo'ysak, ishimiz chataqkanda, ha? Albatta shundoq. Nima bunday qo'ylaysizlar? Bu qap bizning hayotimiz, uni jon tikib qo'g'dishimiz. Mayli qanday ahvolda bo'lmasin, yo'qitib qo'ymasligimiz kerak. Bütün sasıqni qo'rshab bo'ldik, shosh janoblari. Nayt yaxshi yotdi. Chashqa hech qutlamaydi. Deginingizdek bo'lsin. Barliq xodimlar belgilangan joyga yetib bordi. Yaxshi. Belgi o'qni planimiz bo'yicha eting. Xo'p. Sizlerning vazifanglar mushkul, yo'ldoshlar. Nəhayət mushkul. Shundaqdimi bu vazifa urushning bir taraf bo'lishiga hal qilg'ich ta'sir ko'rsatmaydi. Chunki g'alaba oldimizda. Lekin sizlar vazifani qancha tez o'rinlasanglar bizning tatadigan ziynimiz shuncha oz bo'ladi. Hayot qimmatlik, qon to'kishni azaytishimiz kerak. Bu gruppada Germaniyalik, Rossiyalik, Polsiylikmi bor. Sizlar akuvkalardek inoq bo'linglar. Yoshirin urush sepida mirni-mirga tirab kurash qilib, bir-biringlarga hargiz osiylik qilmanglar.
Hazırdan başlapla kırındaşlaşı cengivar dostluk sizlerine çemberçes bağlasın. Yolvasını tağdan aldap çürüş intahi mühim. Bu çığır yol kentin aylanıp ötüdü. Siz bösüp çıkıp gidelisiniz-la, Georgiya kutulup kalıdı. Yoldaş Ernest, navad ölüp ketsemçi. Bunisi iniq. Qalan üçümüz aldınqı sepki qaytıp ketimiz. Aman bulun, yoldaş Ernest. Sizge muvaffaqiyat tilayman. Boks. Ben Nasır. Numaram 24-25. Bana 7. numarını qaravul bende hep verin. Soprov 7. numarlı qarovul bendeki 2. derecelik asker Damyan. Ma'qul. 10 minutdan keyin gapim tugadi. Damyan. Endi harakat qilishman keldi. Onun putu bilen motorunu çakaydılar. Çakkan. Gidiyorlar. Hadi. Yuşurdular. Doktor, bu albaşı. Baş diyorlandı. Siz. Okuya atraptı barlı qaravul benleri haber kılın. Yolla kamal kılınsın. Kokuni atraptı barlı qaravula bengi haber kılınsın. Derhal hızlı düşüyorlar. Bu yerga aqtirishni topdingizmi? Turib turing o'rinchar. Bu dushmanning ilisi bo'lsa kerak. Davomli qaqtiringlar. Xo'p. Şangu canaplari. Derhal atlanıman. Şundaq. Uni men mi ko'rdim? Motorning sandiqda qolib qolgan. Aplashmidi. Bak tez haydabdi. Shamolda o'tib ketdi. Beriski tarafga. Şangu canaplari.
Meningcha ikkimiz asta chiqishib qolamiz. Endi sen boshqalar bilan bir kecha tunaysa, yeydiganlarni beramiz. Agar jidal chiqirdi ekansizlar, o'rakdan chiqaman deb o'ylamanglar. Subroq risk kerak. Lekin bu bizning oqtirish yo'linishimiz bilan butunlay qarim-qarshi. Kosape shaytonga yo'liqdikmi nima? Jo'y janoblari, o boshqa tarafdan besib o'tib ketdi. Asta, bu azlaqning yana qechib ketganini. Jo'y janoblari, boy bir kishi moto minib meshada o'tib ketdi. O bomba atqashqa ba'zida yaralandı. O Berisk tarafga o'tib ketdi. Rastlaydi shov janoblari. U cho'qim Berisk tarafga ketdi. U sharq qarab ketgan bo'lsa, o'ndaqda oldingi saf ketibdi. Ikki puti bir o'tib tiqilgandikin amalsiz qichibdi-da. Siz darhol oqtirishni to'xtab qo'shini yig'ing. Qo'shini yig'inglar. Qarang'i tushdi, ilgari qo'shini ilib oldingi saf tarafni oqtiringlar. Buyruq bo'yicha belgi o'qni ayting. Endi qo'shinni yig'ib buyruqni yetkazing. Undaqda meni qo'yib beramsizlar. Biroq bizning bexatarligimiz uchun siz at degangacha saqlashingiz kerak. Gapimga ajablanmang. Chunki bundaq deyish menga tazma muvofiq emas. Lekin men o'z odiminglarni tepib olishinglarni umid qilaman.